3-chi darsimiz. Endi biz ko'rib chiqamiz. So'zlamalarda logotip qo'ydik, ma'lumotlarimizni kiritdik, data sostavga kiritdik. To'lov usullarida to'lovimizga ссылкасini kiritib qo'ysak bo'ladi bir nechtasini. Bo'lmasa, klient o'zi belgilab chiqadi. Naqd beraman yoki karta yetib borganda belgilashadi. Ko'rishimiz mumkin, mana ma'lumotlar to'lyapti. Endi xodimlar kiritamiz. Taklif qilish, ismi, pochtasi, lavozimi va parolni belgilab saqlaymiz. Va pochta bilan parolni ularga qayta tashlab beramiz. Mana bu ссылкamiz orqali tashlab bersak, ular shu orqali kirib boqishadi. Xo'p, keyingi etapimiz yetkazib beruvchilar. Mahsulot kiritishdan oldin asosiy yetkazib beruvchilarni qo'shishimiz kerak. Nomi, kim bilan gaplashyapmiz, telefon raqamlari saqlaymiz, bizda qo'shiladi, balansimiz yaratiladi.